Bugungi obzorimizda bolajonlarimiz uchun ovqatlantiradigan stulchigimiz. Bu stulchigimiz nafaqat ovqatlantiradigan va lulka ham ishlatsanglar bo'ladi. Hozir funksiyalarini ko'rsatib beramiz. Patnislari 2 qavatli bo'ladi. Bemalol yechib qo'yib yoki patnisini o'zini umuman olib tashlab ishlatsanglar ham bo'ladi. O'tiradigan va yotadigan holatda 3 ta poложенияsi bor, mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu o'tiradigan holati, oyoqlari ham ligrovkali bo'ladi. Oyoqlari ham 3 ta poложенияsi bor. Bemalol ko'tarib pastga tushirib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari baland-past qilib buni ishlab turasizlar bemalol. Xon taxtaga ham 12 talik katta stullarga ham bemalol bo'ladi. Xo'p, lulka qilmoqchi bo'lsanglar, orqasida ikkita knopkasi bo'ladi. Shuni qaytarasizlar, knopkasini bosib, yonida qulfini shuni ochib yuborsanglar. Ikkita chetda mana qulflari bor. Mana shuni yotqizib qo'yasizlar. Oyog'ini ko'tarsanglar bo'ldi mana. Mana lulka holati. Bemalol yotqizib qo'ysanglar bo'ladi. Kamar remen страховкалari bor. Materiallari kojinli bo'ladi, eko koji bo'ladi. Va materiallarni ham bemalol olib, yuvib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, ranglariga keladigan bo'lsak, ranglari o'g'il bola, qiz bolaga to'g'rilab qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz ham mavjud, ishonchli va tez yetkazib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 650 mingdan qilib qo'yganmiz, murojaat qilib